Markaziy Osiyoning qator shaharlari, jumladan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ham elektr energiyasi uzilishi kuzatildi. Holat yuzasidan Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, qo'shni mamlakatning energetika tizimida yuz bergan avariya Markaziy Osiyo energetika tizimiga ta'sir ko'rsatgan. Natijada Surxondaryo va boshqa ayrim viloyatlarning elektr ta'minotida uzilish kuzatilgan. Hozirgi vaqtda energetiklar tomonidan elektr ta'minoti bosqichma-bosqich tiklanmoqda. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga ko'ra, yagona energetika tizimi bir necha pog'onali avariyaga qarshi avtomatik tizimi ishlashi oqibatida respublikaning ayrim hududlarida favqulodda o'chirilishlar kuzatilgan. Ayni paytda mutaxassislar sodir bo'lgan nosozlik sabablarini aniqlab, uning oqibatlarini bartaraf etish ishlarini olib bormoqda. Tarmoqlarga navbatma-navbat kuchlanish berish ishlari amalga oshirilmoqda. Keltirilgan noqulayliklar uchun iste'molchilardan uzr so'raymiz deyiladi xabarda. 24kg'ning yozishicha, Bishkekda ham elektr energiyasida qisqa muddatli uzilish yuz bergan. Mamlakat energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mutaxassislar sodir bo'lgan hodisaning sabablari va tafsilotlarini o'rganmoqda. Tojikiston ommaviy axborot vositalari ham elektr ta'minotidagi muammolar haqida xabar bermoqda. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, Dushanbe va mamlakatning boshqa shaharlari aholisi elektr uzilishlariga duch kelmoqda. Tengri News ma'lumotlariga ko'ra, 14-avgust kuni soat 14:38 da Kegas kompaniyasiga tegishli bo'lgan 500 kilovat kuchlanishli havo elektr uzatish tarmoqlarida avariyaviy o'chish yuz bergan. Oqibatda halokatga qarshi avtomatik tizim ishga tushgan. Uzilish esa Olmata shahri, Olmata viloyati iste'molchilariga ta'sir qilgan. O'chirilgan yuklanma hajmi 300 megavatni tashkil etgan.